separate the Earth from the Sun in just 8 minutes. وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Kariya suresi 11 ayet. Bu sürünün Mekke'de nazil bo'lgan. Ya'ni Peygamber aleyhisselam peygamber bulup tushildan keyin nazil bo'lgan sura. Ya'ni musulmonning kattasi ig'ir kunda qilayotgan vaqtida. Peygamber aleyhisselam peygamberligini e'lon qilgan chog'ida katta e'tiroz qilishga boshlagan. Ishonmay, yolg'onchi, sehrgar, og'ziga kelgan qanday gap bo'lgan bo'lsa shuni deb Peygamber aleyhisselamni nüfuzunu düşürüşke, avroyunu düşürüşke, avroysuzlaştırışka, xalqlarning peşinden kaçırıştırışka, küllerinin ötüşüyle, jillarning ötüşüyle bu tehditga aylandı. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demek, hazırki vaktki mesela falan teşkilatının azası vatanning azatlığı için, xalqning azatlığı için, milletinin qutuluş için ben canımni atab qo'ydim deganga o'xshash gaplar aytyapmiz. Hozirgi vaqtda hammamiz ota-bobolarimiz musulmon bo'lib, kelgachga la ilaha illalloh Muhammedur Rasulullah degan gap normal bir gap. Uni desek o'zaro biz-birimizni bir tabriklashib ketmaymiz. La ilaha illalloh Muhammedur Rasulullah deyapti. Dushmanlarimiz anglasimi, ham shunda musulmonning deydigan bir gapi deb qo'yib o'tib ketgandir bu. La ilahe illallah Muhammedur Rasulullah ağzımızda bo'lib qolgachqa, haqiqiy uning ruhini ijro qilinmagachqa hech kim ko'z bilmaydigan holatga kelib qoladi. Ammo u chaqda la ilaha illalloh Muhammedur Rasulullah demek, men hozir qadar agishib kelayotgan bütün ilahlardan, o'zimninki urf odatlarimdan, jahiliyatninki bütün qoldiq ish izlaridan hammasidan ada juda. Men Muhammed aleyhisselam elib kelgan haqdiniga agashdim. Bunun qarshi chiqqan har qandaqiga men qarshi chiqaman degan ma'noda bo'libdi. Shunda bo'lg'achqa hijratning 3-yillari besim boshlangan. Tozacha eg'ir darajada yashayapmiz. Shuning uchun bu suraninki shu zamonda tushishi beklanmaydi. Chunki qariya degan bir narsani gom qiqib insonlarning yuragini cho'chitadigan, yuragini qat qildiradigan, yuragi qattiq qilib o'rnidan chachrab turib ketadigan, yuragi ko'pildaydigan ashuna bir qo'rqinchli ahvolning atini qariya deydi. Qariya degan ishni gom haqqatning ati. Qariya degan yo'g'on, bek yo'g'on ikki narsaninki birsiga so'qishib gomdan partilgan atini qariya deydi. Bu 3-yili peygamberlikning 3-yili bu oyatning tushishining sababi shu chog'da kim la ilaha illalloh Muhammedur Rasulullah desa, Abu Jahl qo'shini Mekkening kafirlari, din dushmanlari kelib bu odamning ishkini qaqib, sen Muhammadga agishibsan deb sallallohu alayhi vasallam. Bu odamga besim qiladigan, uradigan, kaltaklaydigan, o'ltiradigan, hatto qiziqqa o'ngda yotqizib qo'yib, to'piga tash olib, ashunda qiynaydigan ahvol bor. Odamning qalbidan chiqqan bu kafir temsilchilari kelib, musulmonlarni bek og'ir azoblaydi. Shuning uchun iymon etdim deganlik, la ilaha illalloh Muhammedur Rasulullah dedim deganlik, ash azobga qarshi men nima qilsam qil, qanday azoblasham mayli, men tayyor, ammo men Muhammad alayhisolamga agishman deb maydonni araydigan bir paytdi. Shuning uchun qariya shu chaqda tushgan. Va Abu Jahlning va vakillari Mekke kafirlarininki yurakni ezadigan, yurakni qo'rqitadigan ishga urishlari, uni tutgandan keyin kombanishlik urishlari, azoblashlari, echinishlik oqibatli bor. Shuning uchun Alloh uni bu qariyani tushirish orqali sizlar hozir dunyodagi Abu Jahl va uning o'xshaydigan kafirlarninki ishkilonni qaqishidan, yuragini po'kiltitishdan qo'rqib ketmanglar. Asli yurak po'kiltadigan, yurakni jig'iltadigan, yurakni qattidan qildiradigan bir qariya bor oldimizda. Bu qariya ma'noga vaqtda qiyos qilg'ili bo'lmaydigan darajada eg'ir. Shuning uchun hozirgi Abu Jahllarning va Abu Jahlga o'xshaydigan din dushmanlarininki sizlarga elib boradigan suiqastlari, tahditlari, turmillari, o'lim jazolari hech qaysini qo'rqitib etmasin. Chunki oldinda mana bir qariya bor deb, qariya surasini shu chal tushirgan. Qariya qiyomatning bir eti. Qariyaning qiyomatning bekchiq atlari bor. Birisi qariya, yana birisi saha, yana birisi tamma. Shunga o'xshagan qiyomatning atlarining hammasida
qat güldürgelab, partlash, birisi-birisiga so'qilish, parchalanish, vayron bo'lish ma'nilarini keltiradigan atlar va qiyomat. Qiyomatning dashti bek og'ir bo'lg'achqa Alloh miyada shu qiyomatning atlaridan birini tanlab, shu vaqtdagi insonlarningki yurgini mujidigan, yurgini qat qildirgan shu ahvolga taqobil turish uchun musulmonlarning ruhini shuningga ma'qul degizish uchun Qariyani bayon qiladi. Qiyomatdagi yurakning mujizi, qiyomatning mujizi, hozirqilarning mujizidan bek og'ir bo'ladi. Alloh jumlani shunday boshlaydi. Al-Qari'a, mal-Qari'a. Mal-Qari'a degan Qari'a degan nima degan savol. Va Alloh bizdan javob kutmaydi. Chunki hech kim javob bermaydi bunga. Bu va'ning muxotibi payg'ambar alayhisalom bo'lsa-mu javob bermaydi. Chunki payg'ambar alayhisalom qiyomatni ko'raglik emas. Har qanday musulmon bo'lsin, kafir bo'lsin, munofiq bo'lsin, muxotibi oyatning muxotibi hech kim javob bermaydi. Shuning uchun javob bermagachqa Alloh bilan javob kutuvlik bir savol emas. Faqat Allah bu muşnun o'xshash jumlani al-qari'atu mal-qari'a degandek mushu jumlani bir narsaninki bek yo'g'onligini, Allah o'zidan biladiganligini boshqa insonlarga tushuntirishninki bek ta'sirligini ifodalash uchun mush qilibdi jumla qo'llandi Allah. Allah shu qiyomatning dahshatini, og'ir kun ekanligini bizga ifodalash uchun Qariya degan nima? Va ma adraki mal qariya. Qariyaning nima ekanligini sen nima bildirdi? Uni bildiradigan hech qanday narsa yo'q-ku hozir qadar. Yurgonni mujidigan, yurgonni qat qoldiradigan, yurgonni partlatib o'tkida qo'rqitadigan narsa, sen ko'rib boqmadi. Bu Abu Jahilninki yurib qo'rqitishlari, hozirgi zamondagi Abu Jahillarning, Xitoylarning yurgonlarning mijishi hech narsa emas. Faqat vura oladi, o'limingga sabab bo'la oladi, faqat zulm qila oladi, boshqa ish qildan kelmaydi. Asli qariya oldinda qiyomatga keladi. Deb Alloh qiyomatni ashuna tasvirlardidir. Qariyadiga yo'g'on bir partlash. Gum qilgan bir ovoz bilan butun sistemning buzilib ketganini qariya. Masalan, bu dunyo, olami shahodat deymiz bu dunyoni. Hozirgi insonlar moddiy dunyo deydi. Qur'onning ta'biri bilan olami shahodat, ko'z bilan ko'riladigan, tutqiladigan dunyo, olam. Bu olami shahodat, mushu yer sharidan tortib quyosh sistemasi, samo yo'li sistemasi, mushu ko'gil bo'ladigan, barali saqlam ko'gil bo'ladigan, tutqil bo'ladigan olamning hammasini olami shahodat deydi. Shu olami shahodatni arz va samovatda ifoda qildi Qur'onda. Alloh sura Fatirda shunday deydi: "Innalloha yumsiku as-samawati val arda an tazula va la in zalata yamsikuhuma min ahadin min ba'di." Alloh osmonlarni va zaminni o'z qudrati bilan tutib turdi. Chub ketmasin deb deydi. Antazula degan chub ketmasin, cho'lib ketmasin, buzilib ketmasin deb yerni va osmon zaminni Alloh o'zining qudrati bilan tuturdi. Agar chub ketgan vaqtida uni hech narsa tutib olmaydi. Bu olamning shunday turishi, yer sharininki quyosh atrofida cho'gilishi, quyosh sistemasidagi planetlarninki quyosh atrofida cho'gilishi, quyosh sistemasininki o'zininki atrofida va orbitasida bu samo yo'li sistemasida cho'gilishi, samo yo'l sistemasininki yana bir naslni bo'ylab cho'gilishining hammasi Alloh yaratib qo'ygan bilan bir sistem bilan cho'gilaydi. Qariya bo'lgan chog'da mush hozirgi bas sistemning hammasi cho'gilib. Qariya yana bir oyatda surkana chelinganda deydi, o survanu fi khafis sur deki sur chelingan chog'da osmonlardagi va zamindagi hamma narsa o'ladi, vayron bo'ladi deydi oyat bor. Shu qariya surlarning birisi bo'lishi mumkin. Qiyomatda bir sur bilan hamma inson o'ladi, bir sur bilan hamma inson tiriladi deb chiqadi hadisda bor, Qur'onda bu surning birisida mush qariya shu bo'lishi mumkin. Qiyomat kunisi bo'lgan chog'da surkana chelinganda qariya yuz bergan chog'da bir inson gap qilish uchun og'zini ochayotgan bo'lsa, shu harfni bir harfni og'zidan chiqarolmay joyida o'ladigan. Tamoqni yeytay deb og'ziga ekib qolgan bo'lsa, shu paytda o'ladigan. Nima ish qilayotgan bo'lsa, shu paytda turadigan. Nimaga o'xshaydi desa, televizor chiqayotgan vaqtda shundalar ko'nib kunbasini to'xtatmoqchi bo'lsa, ochidnamiz joyida to'xtaydi-ku. Shunga o'xshashlar to'xtaydi. Guldirtaranglab jada bomba portlasa, o'yli o'rilib, undan keyin insonlar vaqirishib, jaqirish, putetib o'ldigan shu. Qariya yuz bergan chog'da, surkana chelingan chog'da hammasi joyida to'xtaydi. Agar shu qariya surkananing birinchisi bo'lgan bo'lsa, ashunday o'lim ashunday bo'ladi. Qariya degan ashunday bir portlash, bek yo'g'on portlash. Bu sistemni, olim shahodatning sistemini buzitadigan darajada yo'g'on portlashni aytdi qariya. Bu qariya shunday yo'g'on kun oldinda. Hozirgi Abu Jahillarning va ularningki vakillariningki besinlardan qo'rqib ketmasanlar bo'ladi. Yawma yakunun nasu kal farashil mabsus. U chaqda qariya yuz bergan chaqda shunday bir kun bo'ladi-ki, u kunda insonlar chechilib ketgan kichik nima deymiz? Farash, hasharatlar. Cheketki deymizmi? Bek yo'g'on cheketkilar bir yarim minglarcha, millionlarcha cheketki var. Hammasi u yandan bu yandan jug'ushirgan, u unga sekirgan, bu yoqqa sekirgan, ashuna bir qalaymiqanchilik. Insonlar shu chog'da ashuna qalaymiqan bo'lib keladi. U uning qashig'i yugurib qoqqan, bu uning qashig'i yugurib qoqqan. Biz uning qashig'i menga yordam qildiyotgan. Balasi dadasining qashig'i menga yordam qildiyotgan. Balasi dadasi balasining qashig'i
O ayalının kaşığa, ayalı yerinin kaşığa vay bana yardım kıl. Vay nim buladı, nemiş görevatımız. Aşında bir dehşet gün ki hiç kim şu yüzünün ahvalı bilen bulup gitip hiç kimge qaramay hemmeden vay bana yardım kıldıp uyan bu yana jugurdu. Ayettim var, hadistim var. Ayette Evvesideki ayette aşında alıyordu. Kıyamet günü boğa vaxtında hemme alem öz haliyle bulup gidiyordu. Bunun ayalı, iri, balı çakılları, ata-anası hiç kim gerek gelmeydi. Hemmeden şu adam yüzü yitip aşkıdek yüzüne o dağdı olurdu. Şu eğir gün, şu qariya günü şu. Jürek aşında qoqap gidiyordu ki, aşında cayda turamay sekrep gidiyordu ki insanlar nim boğallığını bilip bir taraf tıkasın, hemmesi bana yardım kıl, nim bulat aşında oldu. Bu Kıyametin qo'rqinchisini bulayotgan bir ahvol. Ammo sistemning buzilganligidan kelib chiqqan bir ahvolni bopadi. Chechilib ketishning sababida bu olamni tutib turayotgan 4 kuch bor. Allohning qudrati tutib turdi. Allohning qudrati 4 kuch sifatida ko'rinadi. Allohning qudrati 4 yuzi bilan mushahada olamni tutib turdi. Allohning qudratininki birinchi yuzi atom kuchidir, kuchli atom kuchi, ojiz atom kuchi, uchinchi kuchi elektromagnetik kuch, ingliz